U tashkilotning yakka-yu yagona rahbari, teran aqlli mafkurachi, ilhomlantiruvchi, strateg, usta diplomat va boshqa shu kabi juda ijobiy kishi hisoblanadi. Uning aql zakovati har doim hissiyotlardan ustun bo'lgan. Shuning uchun ham u o'z harakatlarida kamdan kam xatoga yo'l qo'yadi. Bu ta'rif topincha kimga tegishli? Bu ta'rif qaysidir sarkarda yoki serialning qahramoniga emas, aynan bizning bugungi ko'rsatuvimiz qahramoniga berilgan ta'rif. Bu ta'rifni uning shogirdi Aziz Lazizzoda aytgan edi. U kishi millat fidoyisi, yurt fidoyisi Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li edi. 1906-yil 14-iyun kuni Taraqqiy gazetasida chiqargan maqolasida shunday jumlalar bor. Ko'p dindoshlarimizni ko'ramizki, o'z farzandlarini aslo maktabga bermay, dunyo va oxirat saodati o'lg'on ilm va ma'orifdan mahrum qilmoqdan hech hayo qilmaslar. Shu o'rinda aytish kerakki, Munavvar qori va ko'plab jadidlar ko'p qarshiliklarga uchragan. Ulardan biri mustamlakachilik siyosati bo'lsa, eng dahshatlisi shu siyosatda ishlaydigan o'z millatdoshlarimiz va ziyoli ulamolar safida bo'lgan ba'zi bir jaholatparast odamlar edi. Munavvar qori hazratlarini millatga ilm tarqatish istagi va millat taqdiriga e'tibori shu qadar kuchli ediki, u yosh paytlaridanoq xalqning taqdiri, turmushi, kelajagi va bosqinchilarni ruslashtirish siyosati haqida ko'p qayg'urdi. Shu sababli rus amaldorlari va qadimchi mutaassiblarning qarshiligiga qaramay, e'tibor bering, 23 yoshida ilk yangi usul maktabini ochadi. Taxminimcha, u inson kelajakda o'zini qanday og'ir kunlar kutayotganini, bu mustabid tuzum uni qay ahvolga solishini taxminan his etgan. Lekin u to'xtamadi, qo'rqmadi va harakat qildi. Shu o'rinda aytish kerakki, Munavvar qori deganda siz u bizga tanish bu suratdagi mo'ysafid, nuroniy, o'ychan va g'amgin holatda emas, tasodifiy olingan, lekin ko'zlarida g'ayrat, shijoat to'la mana bu rasmini ko'z oldingizga keltirsangiz ham bo'ladi. Nega deysizmi? Chunki bu inson faqat ta'lim va ma'ruf bilangina cheklanmagan. Ular ijtimoiy faol inson, yurt uchun har sohada xizmat qilgan inson edi. O'zi hech e'tibor berganmisiz? Yaqingacha ham Cho'lpon, Qodiriy desa faqat she'r yozgan, roman yozgan inson. Munavvar qori, Behbudiy deganda faqat maqola yozgan, dars bergan, ma'ruf bilan shug'ullangan insonlar ko'z oldimizga keladigan bo'lib qolgan. Balki tasavvurlarimizni o'zgartirish vaqti kelmadimikan? Najot gazetasining 1917-yil 26-martdagi sonida Munavvar qorining shunday gaplari keltiriladi. Butun dunyo hurriyatchilari orasida bir gap bor. Hurriyat berilmas, olinadi. Hech narsa ila olib bo'lmas, faqat qon va qurbon ilagini olib bo'ladi. Mazkur jumlalar shu qadar haqiqatki, Hazrati Odamdan shu vaqtga qadar hech bir davlat, mamlakatda hurriyat berilgani haqida ko'rinmaydi. Balki har zamon va har yerda hurriyat berilgan emas, olingan. Ko'p qon va qurbonlar barobarida olingan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Munavvar qori o'zini hayotini qanday xavfga qo'yayotganini bilgan. O'sha qon va qurbondan biri o'zi bo'lishini ham sezgan. Sezgan u to'xtamagan. Sabab nima? Vatanga, millatga muhabbat. Mana sabab. Bizni ayni kunimiz uchun qanchadan qancha insonlar jonini, molini tikdi. Biz ko'rib turgan bu hurriyat uchun hayotlarini tikdi. Xo'sh, biz nima qilaylik? Faqat rasmlariga qarab, ularning hayotini o'rganib, ular haqida filmlar ko'rib, ko'ksimizni kerib o'tiraylikmi yoki ularning mehnatini qadriga yetgan holda o'rnimizdan turib, hoziroq o'z sohamizda ilg'or bo'lib, jahon maydonida o'z so'zimizni aytaylik. Menimcha, shu ikkinchi taklif bizga ko'proq yarashadi. 2020-yilda tarixdagi beqiyos xizmatlarini hisobga olib, Munavvar qori Abdurashidxon buyuk xizmatlari uchun orden bilan mukofotlandi. So'zimni Munavvar qorini ushbu bayti bilan yakunlayman. Jannat kabi go'zal yurting yig'lab sendan ish kutadi. Sendan ko'rgan ishsizlikni hasrat chekib qon yutadi. Tur o'rningdan, och ko'zingni. Ayt yo'ingga so'ng so'zing.